Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun har doimgidek sizlar bilan Telegramda qanday qilib UC o'tish haqida gaplashamiz. Agar hosting olmagan bo'lsanglar, mana bu videoni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mana hosting olish va botlarni ishlatish. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Birinchi bo'lib Telegram kanaliga o'tib olamiz. Bot kodini Telegram kanaliga tashlab qo'yganman. Kirganimizda mana shu bot kodini saqlab olasizlar va bot fazerga kiramiz. Bot fazerga kirib yangi bot ochasizlar. Ne bot? UC bot nom kiritamiz va uni linkini yuboramiz. Bu nom band bo'lsa, ochildi bot. Keyin tokendan nusxa olamizda chiqamiz. Kanaldagi bu bot kodini saqlab olganingizdan keyin zip paroli uzjoni deb qo'yibdi. Mana shu открыть архив uzjoni. Okey. Vescode'da ochib olamiz. Mana API token deb qo'ygan joyga bot tokeni. Keyin bu yerga admin ID raqami Telegramda user infobot. Shundan nusxa olamiz. Start bossanglar ID tashib beradi. Almashtiramiz deb ma'lumot bazasi yaratamiz bitta. Bu yerga yozamiz host x.uz yozamizda. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsalar, YouTube'ga video joylaganman, ro'yxatdan o'tib hisobni to'ldirish haqida kirish, login parol, kiramiz. Mana keyin bu joydan panelga kirish. Kirganimizda ISP menejerga o'tib ketadi. Keyin bu yerdan baza данныйga bosib, ma'lumot bazasi yaratib
olamiz. Sausage email. Masalan, UC-bot. Email pользователя ham shunaqa yozamiz. Keyin parol. Xohlagan parolingizni qo'yasiz. So'zlach bosamiz va mana bu joydan nusxa olamiz. Keyin VS Code'ga o'tib bu yerga yozamiz. Hozirgi yozgan nusxaga nomimiz. Hop, bu yerga ham shu nom. Shu nomni yozamizda parolga qo'ygan parolimiz. Shunaqa parol qo'ydim men. Sizlar qanaqa parol qo'ygan bo'lsanglar, shunaqa yozasizlar. Va tayyor bo'lganda Ctrl S tugmasini bosib saqlanib qilib hostingga qaytamiz va manager file managerga o'tamiz. 3W papkasiga kirib, mana bu papkaning ichiga kirib, yangi papka yaratamiz. UC-bot masalan. Keyin o'sha papkaning ichiga kirib, загрузить ustiga bosamiz. Выберите файл. Рабочий стол. Hop, hozir o'sha tahrirlagan faylimizni tashlab qo'yish kerak. Mana shuni tashlab qo'yamiz. Va загрузитni bosamiz. Bo'ldi. Endi bu yerga kiramizda mana bu joydan nusxa olamiz mana. Hozir Telegramga o'tib mana shu bot. Mana start bosganimizda webhook/slash tugmasini bosamiz. Start bosib token yuboramiz unga. Bot fazerdan tokenni olib jo'natamiz. Endi serverdan bot fayl manzili deyapti. Keyin bundan nusxa olamiz. Hop, qo'yamiz va mana bu joyga 3W ni o'rniga 3W ni o'chiramiz-da. Bunday qilib yozib qo'yamiz. https 2 nuqta qo'yamiz. https 2 nuqta / bo'lishi kerak. Yana shunaqa yozilganda jo'natamiz va set webhookni bosamiz. Biroz kutganimizdan keyin tayyor deydi. Va bot fazerga kiramiz. Yaratgan botimizga bitta start bosamiz, ishlaydi. Bu joylarni o'zgartirib olishinglar mumkin. Koddan. Mana hamma ishlayapti. Admin panel. Bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.